Siz problemangizni tashlash kerak emas, o'zi 1 soatlik ishi bor buni. 1 soatda bitirib qo'ysa bo'ladi buni. Mazgisini qarab turib, E+ drosini zasumkasini yuvib ishlatib qo'ysa bo'ladi. Qachon kelaylik bunga? Bugun bo'shamaysiz, bugun ishlarimiz bor, ish ko'payapmiz. Ertaman kelsangiz 1 soat bitirib berasiz. Rahmat. Yaxshi ekan. Moshinaga. Rahmat ustakalarga. Kela olasizlar. Moshinalar ko'rsatinglar, ko'rdinglar, bittada topib, o'zlari hammasini bartaraf qilib berdi. Hozir mashinamiz yaxshi, ancha oldingiga nisbatan. Aka, mashinangiz qanday chiqdi? Rahmat. Yaxshimi? Chotkimi? Sizlarda profillar, ya'ni odamlar ko'radigan, sizlar bilan baylanishadigan bir nima bormi? Profilimiz bor. Bo'lsa profilimiz, Instagram profilimiz. Avtomir KG. Avtomir KG. Nomerimiz mana WhatsApp nomerimiz mana shu yerda bor. Bitta bossa WhatsAppga prямо aloqaga chiqsa bo'ladi. Va kontakt nomerlari ham mana yerda bor. Bir bosganda kontaktga chiqadi. Bemalol. Vizitga chiqib, любой payt kela olasizlar, cholib xizmat bo'lsa qilib beramiz inshaalloh. Rahmat. Islom akamga rahmat ayting. Xo'p. Alaykum. Nima deb o'ylaysizlar? Ustaning shirin suhbatini olib va bilgan bilimlarini sizlar bilan bo'lishishini xohlaysizlarmi? Unda plus belgisini qo'yib va kommentariyaga qanaqa savollaringiz bo'lsa yozinglar. Ustadan hammasini bilib, savollarni berib, birgalikda eshitamiz usta bilan. Bizni kuzatishda davom etinglar.